Endi ayollarda siydik qopi qanday joylashini bitta ko'rsatib yuboring mana. Mana bu sizni bachadoningiz. Mana. Bachadoningiz. Uni oldida siydik qopi joylashgan. Yonboshdan razrez bo'lib ko'rinib turibdi-da bu. Yaxshilab qarasangiz mana ichkariga mana siydik qopi, siydik tushib ketadigan joyi. Uni orqasida qiningiz. Mana jinsiy aloqa mana qin yallig'lanib yursa, darrov siydik qopida ham tissit keltirib chiqarishi, siydik qopi yallig'lansa, shishsa, matkada ham, bachadonda ham, qinda ham o'zgartirib keltirib chiqarishi. Agar ichingiz qotib yuradigan bo'lsa, mana qarang, bevosita qinni ham, siydik qopini ham o'zgartirishga uchrashi. Mana anatomik bir-biriga yaqin joylashgan bular. Bu esa tos suyagi. Tos suyagini mana birlashgan joyini, mana shu joyini simfiz deb aytiladi. Tuqqan paytlaringizda og'riydigan mana shu bo'g'im. Agar bu yallig'lansa, simfizit degan kasallik kelib chiqadi. Shuni ham aytib o'tdim-da. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.